Sizlarga Sovrin jamg'armasidan olingan pul mukofotlari topshirilmoqda. Orqaro. Umumiy olish olmayapti. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Esdalik uchun suratga tushish jarayonlari yakunlandi. Biz ushbu nominatsiyada endi erkaklarni taklif etamiz. 3-o'rin Alijon Daminov. Tabriklaymiz bronza medali bilan. 2-o'rin Azatbek Hamzayev. Kumush medal. Va oltin medal egasi Dehqon Zikrullayev. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. O'ziga xos ravishdagi taqdirlash jarayonlarimiz davom etadi. Muxtorxon Maqsudovich ketmay turasiz. Bizda yana bitta nominatsiya bor, birgalikda taqdirlaymiz. Autizm va Down sindromlilar nominatsiyasi. Albatta bu yerda ularning ishtirokini tomosha qildik va haqiqatdan ham matonat ko'rsatishda iroda egasi va bunda ularni ustozlari va ota-onalariga bitta guldiroz qarsangingizni ayamaysiz. Endi esa g'olib va sovrindorlarni qarshi olasiz. Ayollarimizdan boshlaymiz. Latina Abdurahmonova 3-o'rin. 2-o'rin Yahyoxatshayeva Madina. Kumush medal. Va 1-o'rin egasi Yasmina Habibulina. Yasmina barakalla. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Endi ushbu nominatsiyada erkaklar bo'yicha g'olib va sovrindorlarni taklif etamiz. Ularni ham xuddi shunday hayqiriqlar bilan kutib olasiz. Sodiqjonov Mavlonbek 3-o'rin. Demak, 2-o'rinni guldiroz va davomiy qarsaklar savosasida qarshi olasiz. 2-o'rin Hamid Abduraimovga nasib etgan. Marhamat. Hamid Abduraimov, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz va hayajonli uzoq kutilgan 1-o'rin